Alaykum, akalar, sizlar charchaysizlarmi? Bu videoni oxirigacha ko'rib turing. Inshaalloh manfaatli bo'ladi. Mana shu quyonim tug'olmayapti. O'sha 33 kunligi o'tdi. Qiynalib ketdi. Mana hozirda yunglarni yulib, anaqa joylarini qilib qo'ygan, lekin tug'olmayapti. O'shani biz tug'diramiz. Inshaalloh Alloh fazli bilan. Qanaqa qilib siz mana oksitotsin degan dori. Mana shunda bitta ampulasini yarmini tortib olamiz, yarim gram. Mana shu bitta ampulada 1 gram bo'ladi. Mana shuni tortib olib, hozir buni sonidan qilamiz. Hop, ukolini boshlaymiz. Bismillah. Mana orqa sonidan, farqi yo'q. Xohlasangiz chapidan, xohlasangiz o'rnidan qilaverasiz. Ukolini mana shu ushlaganingizda o'rtadan hamda ko'ryapsizmi? Yumshoq joyi bo'ladi. O'sha yerga ninani bo'ldi. Men dorini qilib oldim. Уже kuchayapti, dardi kelyapti. Men endi matchniga olmayapman, sababi sizlarga ko'rsatish uchun. Mana tushdi. Birinchi pocha. Keyingisini tug'ish jarayoni. Tegida hozir 2 dan 3 ta bor yana. Boyaga bitta tug'ganini olib qo'ydim. Hop, akalar, mana eson-omon tug'ib oldi. Mashalloh. Ko'z tegmasa 10 ta tug'di. Alloh barakasini bersin. Dalmatin. Akalar, video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, o'zingizlarning fikrlarni kommentariyada qoldirib ketinglar. Obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Telegram kanaliga o'tib olsanglar, bundan ham qiziq videolar bor. Obuna bo'linglar, salomat bo'linglar.